2019-yil 7-oktyabr kuni bir ayol Reddit ilovasiga g'alati bir videoni joylaydi. U videoga ko'ra, tunda ayolning uyining oldida g'alati bir mavjudot yurgan edi. Videoga yaxshilab e'tibor bersangiz, avval kadrda soya paydo bo'ladi va keyin esa o'sha mavjudotni o'zi kirib keladi. Bir qaraganda rostdan ham odamni shokka soladi. Redditdagi ko'plab foydalanuvchilar buni kelgindi mavjudot deb o'ylashdi. Menimcha siz ham ularga qo'shilsangiz kerak, chunki yer yuzidagi 55% odamlarning barchasi o'zga sayyoraliklarning mavjud ekanligiga ishonishar ekan. Buni tekshirish uchun o'zimni Telegram kanalimda so'rovnoma uyushtirdim va unda 430 ta odam qatnashdi va ularning 51% o'zga sayyoraliklarga ishonishar ekan. Endi esa boyagi videoga qaytamiz. Ko'plab odamlar buni kelgindi mavjudot deb o'ylashgan bo'lsa ham, bir guruh odamlar buni montaj yoki prank deb atashdi. Men esa uni Dobby deb o'yladim. Harry Potter nega Adizbekning videosiga haliyam like bosmadingiz? Va rostdan ham bu hech qanday o'zga sayyoralik mavjudot emas edi. Videodagi mavjudotga yaxshilab qarasangiz, uni bo'yi 1-2 metr atrofida. Bu 12 yoshlar atrofidagi bolaning bo'yi bilan juda mos keladi. Uning xatti-harakati ham xuddi shu yoshdagi bolaning kulgili harakatlariga o'xshaydi. Boshiga esa uy gnomining, ya'ni Harry Potterdagi Dobbyning niqobini kiyib olgan. Videoni aynan 7-oktyabr kuni olinganini hisobga olsak, shu kunlarda AQShda Halloween bayramining arafasi ekanligini bilib olamiz. Bu esa bolakay boshiga nega g'alati niqobni kiyib olganiga javob bo'la oladi. Shunday ekan, eng to'g'ri javob bu 12 yoshlar atrofidagi bolakay g'alati bir niqobni kiyib olib, kechasi kameraga tushib qolgan va internetni portlatgan. Qaranglar, 12 yoshli bolakay nima qilyapti? Misol uchun, Bobur 12 yoshda taxtga o'tirgan. Men bo'lsam Google'da akkaunt ochganman. Sizlar nima qilgansizlar? Ha mayli, hazil o'z yo'liga, lekin bu birgina video o'zga sayyoraliklar mavjud emasligiga dalil bo'la olmaydi. Sababi koinot siz o'ylagandan ham ancha katta va kattalashib boryapti va milliard yillardan beri o'z ichiga sirli jumboqlarni yashirib kelyapti. Shunday ekan, bu videoda siz Quyosh tizimiga o'zga sayyoraliklarning o'lik kemasi kelganmi? Qora tuynuklar ichida nima bor? Parallel olamlar haqiqatan ham mavjudmi? Quyoshning ichida maxfiy sivilizatsiya bormi? Marsda topilgan sirli obyektlar nima? Va shu kabi sirli savollarga javob topasiz. Qulayroq o'rnashib oling. Sizlar bilan Adizbek va men videoni boshladim. ...2017-yilda Quyosh tizimida g'alati bir asteroid paydo bo'ladi. Unga Oumuamua deb nom berishadi. Nomni qaranglar g'alatiligini. Uni kuzatgan olimlar u Quyosh tizimiga tegishli emasligini aniqlashadi. Bu degani u haqiqiy yulduzlar aro sayr qilib yurgan edi, xuddi Interstellardek. Uning uzunligi 400 metr, balandligi esa 30 metr edi, xuddi sigaret ko'rinishida. Balki u qaysidir kosmik devni rostdan ham sigaretidir. Nima deb o'ylaysizlar? Va eng qizig'i, u Quyoshga yetay deganda xuddiki dvigateli bordek o'z tezligini oshiradi va Quyosh sistemasidan uzoqlashadi. Hozir xursand bo'lib ketyapsizlarmi? Va nihoyat o'zga sayyoraliklar keldi. Ular bizni topishdi. Jumanazar aka aldamagan ekan. Biz yolg'iz emasmiz. Ure! Yes! Lekin afsuski, bu o'zga sayyoraliklarning kemasi emas edi. La'nati. Chunki olimlar shunday deydi. U hech qanday o'zga sayyoraliklarning kemasi emas. Lekin boya u Quyoshga yaqinlashganda tezlashib ketdi-ku Quyoshdan uzoqlashib. Bu nima bo'ladi? Hurmatli tomoshabinlar, sizlarda ham shunaqa savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Keling, izoh beraman. Kometa kabi jismlarda shunday holat bo'ladi. Quyoshga yaqinlashganda keti kuyib, muz erib, gaz chiqadi va jismni itaradi. U Quyosh tizimiga 120 ming km/s tezlikda kirgan. Yaxshi ham kosmosda radar yo'q. Bu yulduzlar aro fazoda tabiiy harakatlanuvchi obyektlar tezligiga juda mos. Kelganda kema bo'lsa, u yo tezlashib boradi yoki yo'nalishini o'zgartiradi. Mana bu o'zga sayyoraliklarning yetim kemasi esa oddiy orbitada harakatlangan. Ko'pchilik nega bu bunaqa uzunchoq, yassi shaklda deb o'ylashadi. Nima u o'zga sayyoraliklarning katta bir qanaqadir sigaretimi? Menimcha unaqa bo'lmasa kerak. Bu shakl juda kam uchraydi, lekin yo'q degani emas. Ayniqsa u koinotda millionlab yillardan beri sang'ib yurgan bo'lsa, asta-sekin cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin. Biz hozirgacha Oumuamuadan hech qanday sun'iylik izini topmadik.
na signal, na strukturaviy iz, na o'zgacha tezlanish. Shuning uchun uni begona sivilizatsiyaga oid kema deb atashga hech qanday ilmiy asos yo'q. Garvard Smithsonian markazi 2018. Koinotda shunday ulkan va sirli obyekt borki, undan hatto yorug'lik ham qochib qutula olmaydi. Tanishing, bu yulduzlarni duxini olib qo'ygan qora tuynuk. U o'zi nima? Keling tushuntirib beraman. Qora tuynuk bu shunchalik kuchli tortishish kuchiga ega jismki, hatto undan yorug'lik kuchi ham qochib qutula olmaydi. Agar undan yorug'lik ham chiqa olmasa, biz uni ko'ra olmaymiz. Shuning uchun ham uni qora tuynuk deymiz. Shunchaki yoningizda bor yuboy narsani qo'lingizga oling va uni yuqoriga oting. U albatta yerga qaytib tushadi, chunki yerda uni tortib olish uchun gravitatsiya kuchi bor. Endi tasavvur qiling, siz Supermendan ham kuchlisiz va bor kuchingiz bilan qo'lingizdagi narsani 39600 km/soat tezlikda yuqoriga qarab otdingiz va u narsa yerga qaytib tushmaydi, chunki mana shu tezlik yerning gravitatsiya kuchi yetmaydigan tezlik hisoblanadi. Lekin qora tuynukning gravitatsiya kuchi shunchalik kuchliki, undan hattoki yorug'lik kuchi ham qochib qutula olmaydi. Alimentdan qochgan otalardan tashqari. Alimentdan qochib yurgan ota uyining devorlari orasidan topildi. What? Katta yulduzlar, masalan, Quyoshdan 20-30 barobar kattalari hayotining oxirida o'zini o'zi portlatadi. Bu portlashga supernova deyiladi. Portlashdan keyin ichkaridagi massani og'irligi o'zini o'zi tortib siqadi, ya'ni o'zini ichiga o'zi kirib ketaveradi. Shunchalik siqiladiki, u cheksiz kichik, cheksiz og'ir nuqtaga aylanadi. Ana shu joy singulyarlik deyiladi. Atrofidagi hudud esa qora tuynuk hisoblanadi. Qora tuynukning gravitatsiya kuchi juda kuchli bo'lgani uchun o'ziga hamma narsani tortadi. Prям hamma narsani, yulduzlarni, galaktikalarni, kometalarni, kosmik toshlarni, sayyoralarni va hattoki do'stingizni qizini ham. Yo'q, hazillashmayapman. Ba'zi nazariyalarga ko'ra, qora tuynuklar bu olamdan boshqa olamga kiradigan sirli portallardir. Ularning aytishicha, qora tuynukning ichiga kirib, boshqa tomondagi oq tuynukdan chiqish mumkin va bu bizni boshqa sivilizatsiyaga borishimizga yordam beradi. Hatto ayrim internet farazlariga ko'ra, NASA qora tuynuk ichiga kirgan odamlar haqida ma'lumotni yashiradi va biz kashf etgan ilm-fan bu sirni ochishga yaqin deb da'vo qilinadi. Bularning hech biri isbotlanmagan. Ilm-fandagi haqiqiy munozara ham qora tuynuk ichidagi narsalar nazariy darajada baholanayotgani bilan cheklanadi. Hech kim hanuzgacha ushbu mahobatli sirni ochib bera olmagan. Stephen Hawking singari olimlar, ya'ni mana bu brat, aynan qora tuynukni o'rganishda gravitatsiya to'lqinlari juda ham muhim ekanligini bot takrorlashadi. 2019-yilda bir guruh olimlar M87 galaktikasidagi qora tuynukning ilk suratini olishga muvaffaq bo'ldi. Ana shu suratni hozir siz ekranlaringizda ko'rib turibsiz. Bu surat o'z navbatida ushbu sirli jismlarning mavjudligini bevosita tasdiqlaydi. Marvel kino olamini ko'rgan deyarli har bitta odamda parallel olamlar haqida qiziqish bor va bu narsa shunchaki fantastik olamdagi g'alati bir to'qima olam emas. Bu parallel olamlar haqiqatan ham bo'lishi mumkin, chunki buni ustida juda ham katta olimlar bosh qotirishadi. Ko'plab mashhur fiziklar, masalan Nate Bohr, Hugh Everett yoki Max Tegmark o'z paytlarida multivers nazariyasini ilgari surishgan. Hugh Everett o'zining Many Worlds kitobida inson qandaydir muhim qarorni qabul qilganida yangi parallel olam hosil bo'lish haqida yozgan. Keling oddiy bir misol bilan tushuntiraman. Qo'lingizga bitta tangani oling va uni oting. Bu tangadan faqat ikki xil natija chiqishi mumkin: gerb yoki raqam. Ko'p olam nazariyasiga ko'ra nima bo'ladi? Tangani otgan daqiqada koinot ikkiga ajraladi. Birinchi olamda gerb tushgan, ikkinchi olamda raqam tushgan. Siz ham bu ikki olamda bor bo'lasiz. Faqat bitta olamda qo'lingizda gerb turgan bo'lsa, ikkinchi olamda qo'lingizda raqam turgan bo'ladi. Har bir qaror, har bir hodisa, hatto kichik tangani otish ham koinotni ikkiga bo'ladi va har bir variant o'z olamida amalga oshadi. Agar rostdan ham parallel olamlar mavjud bo'lsa, siz ayni paytda minglab yoki millionlab boshqa olamlarda boshqa hayotlarni kechirayotgan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun,
aynan boshqa olamda siz Elon Muskdan boyroqdirsiz. Agar ko'p olamlar nazariyasi, many worlds theory to'g'ri bo'lsa, bu juda katta savollarni tug'diradi. Chunki bu nazariyaga ko'ra, har bir variantli natija uchun yangi olam hosil bo'ladi. Har bir olamda sizning boshqa versiyangiz mavjud bo'ladi. Har bir kichik tanlov, qaynoq choy ichish, universitetda yo'nalish tanlash, kim bilandir gaplashish yoki gaplashmaslik koinotni bo'lib yuboradi. Agar rostdan ham parallel olamlar mavjud bo'lsa, bu juda qiziqarli natijalarga olib keladi. Sizning millionlab versiyalaringiz bo'lishi mumkin. Bir olamda siz doktor bo'lasiz, boshqa olamda biznes qilgansiz, yana boshqa olamda youtuber bo'lasiz. Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please Har bir olamda natija boshqacha bo'ladi. Masalan, siz bir olamda imtihondan o'tgansiz, boshqa olamda yiqilgansiz. Bir olamda kimdir bilan tanishgansiz, boshqa olamda esa u bilan umuman uchrashmagansiz. Multiverse Marvelda o'ylab topilgan nazariya emas, u asl ilmiy asosga ega, jiddiy fiziklar tomonidan o'rganiladigan nazariya hisoblanadi. Marsga yuborilgan robotlar va orbitadagi qurilmalar har kuni yuzlab yuqori sifatli tasvirlarni oladi. Shulardan biri 2015-yil Curiosity roveri tomonidan olingan eshikcha tasviri. Bu surat internetni portlatgan. Chunki o'zingiz bir qarang, xuddi qandaydir sirli mavjudotni uyiga kirish joyi kabi ko'rinadi. Rostdan ham Marsda kimdirlar yashaydimi? Ko'plab tarmoq foydalanuvchilari bunga mana bunday izoh bergan. Bu oddiy yoriq emas, eshik aniq ko'rinib turibdi. Bu Mars bazasiga kirish joyi bo'lishi mumkin. Marsda ilgari sivilizatsiya bo'lgan. Bu esa uning aniq isboti. Ko'plab foydalanuvchilar bu suratni Marsda hayot borligining dalili deb bilishgan. Lekin suratga e'tibor bering. Eshikning kattaligi 30-40 cm atrofida. Bunga esa odam sig'masligi aniq. Agar u sirli mavjudot bo'lmasa. NASA shunday deydi. Bu tasvir faqat oddiy qoya yorilishi yoki tektonik harakat kuchlari tufayli yuzaga kelgan yoriq bo'lishi mumkin. Marsning sirtida shamol, qum va vaqt o'tishi bilan ko'plab burchakli shakllar paydo bo'ladi. Yerda ham bundaylar bor. Masalan, Arizonaning Grand Canyonida. Marsda hozircha hech qanday hayot izlari topilgani yo'q. Faqat yer siljishlari izlari yoki mavsumiy qum bo'ronlaridan qolgan izlar bor, xolos. Hatto ayrim sirli geometrik shaklda ko'rinadigan toshlar, masalan Mars Spoon yoki boyaga eshik kabi nomlangan g'alati jismlar ham oddiy tosh yoki optik illyuziya ekanligi isbotlangan. Nega bunday suratlar bizni chalg'itadi? Chunki bizning miyamizda pareidolia degan hodisa bor. Aynan bu hodisa toshdan yoki boshqa narsalardan odamning yuzini yoki qanaqadir bizga tanish bo'lgan shakllarni ko'rishimizga sabab bo'ladi. Masalan, bulutdan odam yuzini ko'rish, tog' qoya ichidan hayvon shaklini ko'rish, Marsdagi toshdan g'alati eshikni ko'rish. Bu tabiiy psixologik reaksiya. Marsning sirtida esa millionlab toshlar va notekis shakllar bo'lgani uchun g'alati ko'rinadigan obyektlar doimiy uchrab turadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, Marsdagi g'alati izlar hayotning isboti emas, tabiiy jarayonning natijasi hisoblanadi, do'stlar. ba'zi konspiratsiya nazariyalariga ko'ra, Quyosh shunchaki oddiy yulduz emas, u ichi bo'sh bo'lgan, ichida sivilizatsiya bo'lgan qandaydir sun'iy tuzilma hisoblanadi. Masalan, nuch qidiruvchilar orasida Hollow Sun, ya'ni bo'sh quyosh nazariyasi juda mashhur. Ular da'vo qilishicha, quyoshning tashqi qatlamidan o'tib, ichiga kirsak, u yerda ulkan sivilizatsiya yashaydi. 2016-yil NASA fotosuratida quyosh yuzasidan keng yorug' paydo bo'lgan rasmlarni ko'rishingiz mumkin va u rasmlarni ko'rganlar uni ulkan eshik deb atab, bu nazariyani dalilga aylantirishga harakat qilishgan. Biroq olimlar va soha mutaxassislari bunday g'oyalarni fitna nazariyasi deb qoralaydilar. NASA ekspertlari Quyoshning tashqi qatlamida ko'ringan noto'g'ri tuzilma fotografiya kamchiligidir. Hech qanday eshikka o'xshash obyekt mavjud emas deb tushuntiradi. Hozirgacha hech qanday bir odam Quyoshning ichida qandaydir sivilizatsiya bor ekanligi haqida hech qanaqa bir dalil keltirib bera olmagan.
Tushunaman o'rtoqlar, quyosh haqida haqiqiy ilmiy yangiliklar hamma insonni qiziqtiradi. Masalan, 2018-2025-yillarda NASAning Parker quyosh zondi va Yevropaning Solar Orbital kosmik kemalari quyoshga yaqinlashib, uning qorong'u ta'birida avval ko'rilmagan ma'lumotlarni to'plashmoqda. Va eng qizig'i, Parker kosmik kemasi quyosh atmosferasiga kirgan birinchi inson qurilmasi bo'ldi. Bu tarixiy voqea hisoblanadi. Bitta qarsak cholib olinglar yoki maqtov yorlig'i berib yuboramizmi? Qatdagi bir fitna nazariyalardan ko'ra, quyoshning ichi ilmiy tarzda juda ham yaxshi o'rganilgan. Uning ichida hech qanaqa sivilizatsiya yoki eshik, qanaqadir teshik, umuman hech narsa yo'q. Hammamiz maktab davrlaridan beri bilamizki, quyosh ultra issiq plazma shar hisoblanadi. Uning har bir qatlami fizik qonunlar bilan ishlaydi. Quyoshning ichki qatlamlari quyidagicha. Birinchisi xromosfera va korona. Bu tashqi atmosferadir. Ikkinchisi fotosfera. Biz ko'radigan yorug'lik shu yerda paydo bo'ladi. Uchinchisi konveksiya zonasi. Quyoshning qaynoq bulutlari aynan shu qatlamda shakllanadi. To'rtinchisi radiatsiya zonasi. Bu qatlamda nurlar juda tez harakat qiladi. Beshinchisi yadro. Harorati 15 million Selsiyadan oshadi. Unda quyoshdagi yoriq, eshik, teshik, unda bu nima? Bu koronal koren teshigi, ya'ni koronal hol bo'lgan. U faqat tasvirdagi yorug'likning notekis tarqalishi tufayli eshikka o'xshab qolgan. Slapshot kameralarida yoki ultra binafsha tasvirlarda bunday shakllar juda ko'p uchraydi. Xulosa qiladigan bo'lsak, quyosh sirli tuzilma emas. U bizni hayotimizni ta'minlaydigan ulkan yadro reaktori. Uning ichida hayot uchun joy yo'q. Uning yuzasidagi g'alati shakllar tabiiy fizik jarayonlar hisoblanadi. Shu barcha sirli tasvirlar, fitna nazariyalar va jumboqlardan kelgan bitta haqiqat o'z kuchida qoladi. O'rtoqlar, biz hali koinotni yetarlicha bilmaymiz. Ehtimol bir kun biz Marsdan haqiqatdan ham kichik, mikroskopik hayot izini toparmiz. Ehtimol parallel olamlar chinakam haqiqat bo'lib chiqar. Ehtimol quyoshning ichida hali ilm tushuntirib bera olmaydigan jarayonlar yashirinib yotgandir. Lekin hozircha bu faqat buyuk Allohga ayon. O'rtoqlar, bunaqa videolar to'xtab qolishini istamasanglar, ijodimni qo'llab-quvvatlab, opisaniyadagi Tirikchilik.uz saytidan o'tib, xohlagan summalarni donat qilsanglar bo'ladi. Hammanglarga rahmat.